Assalomu alaykum do'stlar. Mana bu Ford Focus 2 avtomobilini priborkasini yechib tutib olganmiz. Priborkani bo'layotgan kasali hamma podshetkalar bir yonib, yonmasdan priborkaga teginsalaringiz, mana bunaqa ekranni, mana stiklosidan bosgan jarayonda qanaqadir yonib, yana yonmay, ana shu priborka yonmay qolgan vaqtda zavodi ham bo'lmaydi. Sababi bularning immobilizeri mana shu protsessorning ichida joylashgan, kulishni ichidagi immobilizer. Shtatniy protiugon sistema. Shuni hisobidan mashina ba'zida zavodit bo'lmaydi, ba'zida mana shu strelkalar ko'rsatmay qoladi hech narsaniki. Buning kasali aybi nimadanligini hozir mana shu lupa yordamida sizlarga ko'rsataman. Mana chotki ko'rinyapti, kontaktlarda mikro trishchinasi bor. Ko'ryapsizlar, mana deyarli har bir kontaktda mikro trishchina yorilib qolgan. Bu narsa mana Focus yanada chotki olsa agar, mana ko'ryapsizlar qanchalik darajada chiroyli ko'rinayotganligini. Xo'sh, bularni payka qilib chiqamiz mana shu yorug' kontaktlarni va protsessorda ham oyoqchalarini fin yordamida qizdirib chiqamiz. Keyin в итоге rezultatni ko'rsataman yana. Mana do'stlar, payet qilish ishlari tugadi. Hamma joyini fin bilan yaxshilab qizdirib chiqdim. Ana endi mana bu flus bor, qani endi. Xullas kalom, kanifol flus shundan qolgan statiklarni oddiy очиститель дрочильный заслонка va bitta chuchuk yordamida tozalab chiqaman. Juda chiroyli tozalaydi, shu paytgacha muammo bo'lmagan. Siz bu narsalarni nimada tozalaysiz, kommentariyada yozib keting. O'qish qiziq bo'ladi. Mana do'stlar, priborkani hali joyiga yiqqanim yo'q. Buni yig'ishda ham o'ziga xos kichkina sekretni joyi bor. Men shu sekretni sizlar bilan bo'lishaman. Buni hozir shunday tavakkal yig'ib tashlaydigan bo'lsam, mana bu strelkalar to'g'ri ko'rsatmaydi. Например, taxometr, speedometr 0 ga yotgan turishi kerak. Suvdiki mana benzinniki oxirgi tochkada yotgan turishi kerak. Ana shular xohlagan joyida qolib ketadi. Uni qanday to'g'ri qo'yish kerak? Sizlar priborkani birinchi stikerni ulaysizlar. Mashinani bir marta zavodit qilamiz. 2 marta gaz bosamiz. Va xalos to'xtatda bo'lgan holatiga o'chiramiz. Bo'ldi, mana shu holatda hozir strelkalar hammasi yotgan положение. Shu joyida strelkalarni joy-joyiga yotgan положениyaga qo'yib yig'ib olamiz. Xo'sh, mana qadrli do'stlar, prosta telefonda shunaqa margat qilib ko'rinayotgan kamerasida, hatto priborkada margat qilmayapti. Оборотlar hammasi strelka joy-joyida. Ana, xudo xolasa hammasi chotki. Hammaga sog'lik va salomatlik.